Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizga Birxbet platformasi haqida qisqacha ma'lumot beraman va yangi foydalanuvchilar hisobni qanday yaratishi mumkinligini bosqichma-bosqich ko'rsataman. Birxbet bu onlayn platforma bo'lib, unda turli sport turlari, jonli voqealar va boshqa ko'ngilochar bo'limlar mavjud. Platformadan foydalanishni boshlash uchun avvalo shaxsiy hisob yaratishingiz kerak bo'ladi. Birinchi qadam, rasmiy sayt yoki ilovani oching va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Keyin siz ro'yxatdan o'tish usulini tanlaysiz. Odatda telefon raqami, elektron pochta yoki bir marta bosish orqali ro'yxatdan o'tish imkoniyatlari mavjud. O'zingizga qulay usulni tanlang. Ro'yxatdan o'tish formasida promo kod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga Birxbet Pro promo kodini kiriting. Shundan so'ng kerakli ma'lumotlarni to'ldiring, kuchli parol yarating va ro'yxatdan o'tishni yakunlang. Hisob yaratilgach, telefon raqami yoki elektron pochtangizni tasdiqlash tavsiya etiladi. Bu hisob xavfsizligini oshirish va ayrim funksiyalardan to'liq foydalanishga yordam beradi. Platformadan foydalanishda shaxsiy ma'lumotlaringizni to'g'ri kiritish muhim. Agar keyinchalik hisobni tasdiqlash talab qilinsa, kiritilgan ma'lumotlar hujjatlaringiz bilan mos bo'lishi kerak. Ilovadan foydalanishni istasangiz, qurilmangizga mos rasmiy app yoki mobil ilovani yuklab olib, o'sha hisob orqali tizimga kirishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish jarayoni odatda bir necha daqiqa vaqt oladi. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiritganingizdan so'ng hisobingiz foydalanishga tayyor bo'ladi. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yangi qo'llanmalarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchasini yoqing. Eslatma, onlayn platformalardan foydalanishda mamlakatingiz qonunlari va qoidalariga amal qiling. Faqat voyaga yetgan shaxslar foydalanishi kerak va mas'uliyat bilan harakat qilish muhim. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana foydali qo'llanmalar bilan uchrashguncha xayr.